Recording in progress. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram aziz shundan birodarlar, muhtaram o'quvchilar, Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Sizlar bizni tinchlik, omonlikda, xotirjamlikda, ofiyatda yana tong ottirishligimizni Alloh taolo muvaffaq qildi va yana Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Yaratilishligimizdan asosiy ko'zlangan maqsad ibodat, yakka Alloh taoloning o'zigagina hech narsani sherik qilmasdan ibodat qilishlik bo'lib, ham ibodatlarning eng afzali ilm o'rganishlik bo'lib, ham ilmlarning eng muhimi bu tavhid nima ekanligini va bu tavhidning ziddi shirk nima ekanligini o'rganishlikka Alloh taolo muvaffaq qilib turibdi. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo agar biron bir bandaga yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, uni dinda to'g'ri tushunadigan qilib qo'yadi. Dinda ma'nolarini Allohning maqsadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning maqsadi nima ekanligini shar'iy dalillar bilan, kitob va sunnat dalillari bilan tushunadigan va bunga amal qilishlikka intiluvchan qilib qo'yadi. Mana bu Alloh taoloning siz bilan bizga yaxshilikni iroda qilganligining ma'nosi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, hadisni bilasizmi? Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Barakallohu fik. Kim bu Alloh taolo kimga yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Faqih ya'ni dinning ma'nolarini to'g'ri tushunadigan qilib qo'yadi. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Biz juma kunlarida 4 ta qoidani o'rganayotgandik. Bu qoida Qur'oni Karimdan olingan qoidalar. Bularni o'rganishlik bilan biz shirk nima, mushrik kim, shuni bizga mana shu Qur'on oyatlari bayon qilib beradi. Buni mana Rabboniy ulamolar shunday bir risolachalar yozib ketgan ekan, Alloh rahmat qilsin. Va buni yana keyingi kelgan Rabboniy ulamolarimiz, ustozlarimiz sharhlab ketganlar. Alloh taolo manfaatli qilsin. Biz ham shu qo'limizdan kelgancha shuni o'rganib, boshqa birodarlarimizga biz yetkazmoqchimiz. Alloh taolo muvaffaq qilsin. Biz shirkni tanib olishligimiz uchun 4 ta qoidani o'rganayotgan edik. Shu 4 ta qoidaning 4-chisiga kelgandik. Va darsimiz oxirida xulosa qilamiz. Hop. Shayx rahimahulloh aytadilarki, Al-qoidatu ar-rabi'atu 4-qoida anna mushriki zamanina aghlazu shirkan minal avvalin. Haqiqatda bizning zamonamizdagi mushriklar avvalgi mushriklardan ko'ra shirki battarroq, qo'polroq. Li'annal awwalina yushrikuna fil rakhai va yukhlisuna fil shiddati. Chunki avvalgi mushriklar tinchlik, omonlik, xotirjamlik, sihat salomatlik, keng mulkchilikda shirk keltirishardi. Lekin qiyinchilikda boshlariga musibat tushib qolgan paytda Allohning o'zigagina ibodat qilishardi. Allohga sherik qilib yurgan narsalarini hammasini tark qilishardi.
bu musibatni ko'taradigan faqat Allohning o'zi deb shu Allohga yolinib haqiqiy ixlos bilan amal qilishadi. Hatto bunga Alloh taolo guvohlik beryapti. Qarang. Alloh taolo bular ixlos bilan amal qiladigan kishilar qachon? Faqatgina qiyinchilik boshiga tushgan paytda. Qarang, bularning qalbida ixlos bor. Shu qalbdagi ixlosni faqat qaysi paytga ishlatadi? Boshiga qiyinchilik tushgan paytga ishlatadi. Yengilchilik ishlatmaydi. Va mushriku zamanina, bizning zamonamizdagi mushriklar, zamonaviy mushriklar esa shirkuhum daiman. Ularning Allohga shirk keltirishliklari doimiydir. Qizig'i yo'q. Ularga yengilchilik bo'ladimi, qiyinchilik bo'ladimi? Yoki bo'lmasam og'ir bir holat bo'ladimi? Doim bir xil. Firraqoi, mulkchilik, xotirjamlik, tinchlik, omonlikda ham, sirobgarchilikda ham va shidda, qiyinchilikda ham ular doim Alloh taolaga shirk keltirishlikda davom etishadilar. Ana oldingi mushriklarni ixlos bilan, samimiy, chin qalbdan Allohga muhabbat qilib, Allohni yaxshi ko'rib, Allohni o'zidangina shu ibodatlarining mukofotini kutib amal qilishliklariga dalil, ibodat qilishliklariga dalil mana Alloh taoloning so'zi. Qarang, Alloh taolo bir odamni ixlos bilan ibodat qilyapti desa, bu nihoyatda katta bir unga nima? Sharaf hisoblanadi. Lekin bu sharaf, shu mushriklar shu sharafga loyiqmi? Yo'q. Nimaga? Chunki bular boshiga qiyinchilik tushgandagina ixlos bilan ibodat qiladi. Bularkan mana ixlos bilan ibodat qilsa. Fa idza rakibu fil fulki, ular kemaga minishgan paytlarida yoki agar ular kemaga minsalar, endi kemaga mingandan keyin kema dengizda bo'ladi. Shu dengizga chiqsalar kemaga minib da'avulloha, Alloh taologa duo qilishadi. Muxlisina lahu, unga ixlos qiluvchi bo'lgan holatda ibodat qilishadi. Nimani? Ad-dina, amallarni. Din, Allohga yaqin bo'lishlik uchun, Allohdan shu mukofot olishlik uchun Allohning o'zigagina ibodat qilishadi. Nimaga? Chunki bu dengiz chayqalib bularni shu g'arq qilib yuborishlik xavfi bo'lgan paytda bulardagi bu tadayyun g'arizasi, ya'ni dindorlik g'arizasi qo'zg'alatda haqiqiy insonning ustidan shirk ahlatlari tushib ketib, o'sha paytda ma'lum bir vaqtgacha nima qilishadi? Alloh taologa chin qalbdan ixlos bilan ibodat qilishadi. Bu ibodatlarining samarasi, natijasi, mukofotini faqat Allohdan bo'ladi deb tilanib, shu yolinib, zorlanib ibodat qilishadi. Haqiqiy ibodat qilishadi. Qarang. Ixlos bilan ibodat. Buni Alloh aytayapti mana. Falamma, qachonki najjahum. Qarang, Alloh taolo najjahum deyapti. Ularni najot berib ilal barri, quruqlikka olib chiqib qo'ysak, endi ko'rasiz. Ular qutulib oldi, eshagi loydan o'tdi, nima deydi? Shu ish bitdi. Shu maqsadi nima edi ular? Dengiz chayqalib, dengiz ko'rganmisiz? To'lqin, mavj. Shunday holatda bir ko'ringlar, shu oyatlar tasavvur qilish uchun o'quvchilarimizga biz aytamiz. Shu mana Alloh taoloning ne'mati internet ba'zi odamlarga. Shu internetdan videoda ko'ringlar. Dengizning chayqalishi, dengizning mavj urishi, dengizlarda kemani cho'kishi desangiz chiqadi mana YouTube'da yoki boshqa bir mediada. Ko'ring. Mana shu holatda inson nihoyatda dahshatga tushadi. Hech qanaqa qutqaruvchi yo'q, boshqa yo'q. O'zingsan, Allohim o'zingsan deb faqat Alloh taoloning o'ziga yollanadi. Qachonki biz ularni qutqarib
quruqlikka olib chiqib qo'ysak, ilal barri quruqlikka. Idahum yushrikun. To'satdan birdan ana Alloh taologa ular aynan o'shalar ular qaysilar hali bir yarim soat oldin, bir 5 daqiqa oldin Allohga yo'linib turgan kishilar qutulib olgandan keyin nima qilishadi? Idahum yushrikun. Shirk keltirishda davom etaveradi. Qur'oni Karimda fe'l muzori keladigan bo'lsa, bu davomiylikni bildiradi. Mana shu bilan mana bu sura, bu oyat Ankabut surasining 65-oyati bir tarjimasini, tafsirlarini eshitdilar. Tammat tamomiga yetdi. Bu risolatchi tamomiga yetdi. Sallallohu va sallam ala Muhammadin va alihi va sahbihi va sallim. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat yubordi. Ya'ni malail a'loda maqtasin va Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom yuborsin. U kishining ahli oilalariga, sahobiylariga, Muhammad alayhisalomga va ahli oilalariga bizning ham salomlarimiz bo'lsin. Sharh, ash-sharhu sharh. Ma'na hada, buning ma'nosi anna shirka ba'zuhu aghlazu min ba'zin. Shirk bir-biridan battar bo'lar ekan. Haqiqatda shirk uning ba'zisidan battardir. Aghlaz degani nihoyatda bir xunuk, qo'pol, g'aliz. Va ba'zuhu aqbahu min ba'zin. Mana xunuk degan so'z endi. Shirkning ba'zisidan nima ekan? Xunukroq, jirkanchroq ekan. Val kufru aydan yatafawatu. Kufr ham xuddi shirkka o'xshab o'zaro o'rtasida farqlik bo'ladi. فالملاحدة الجاهدون أغلظ كفرا من المقرين بربوبيته سبحانه وتعالى وإن كانوا مشركين. Johid degani inkor qiluvchi, ilhod qiluvchi, dahriy, xudodi yo'q deydigan kishilarning kofirligi Alloh taolodi bor, Alloh taolodi qiladigan ishlarda yakka yolg'iz deb iqror bo'luvchilarning, tan oluvchilarning kofir bo'lishligidan nimaroq, battarroqdir. Va inkanu mushrikin, agarchi bular mushrik bo'lsalar ham, bular ana bu xudodi yo'q deydigan kofirlardan ko'ra ularning kufri, inkor qilishi, ulug'iyat, yakka Alloh taolaga o'zi ibodat qilishlikni inkor qilishligi, Allohni yo'q degandan ko'ra nima? Bu yaxshi demaymiz, bu xunukroq. Mana bu Allohni yo'q deyish. Vallazi yad'u ila al-kufri va yasuddu an sabilihi aghlaz kufran min alladhi la yad'u kufr la yad'u va kufruhu qasirun ala nafsihi. Va yana shunday bir kofir bor, vallazi shunday bir kofirki kufrga da'vat qiladi sizni. Kofir bo'lishlikka sizni chaqiradi, targ'ib qiladi. Kofir bo'lish, unga moyil bo'lmasangiz qamaydi. O'ldirib yuboradi turmada yoki surgun qiladi. Va yasuddu an sabilillah, Allohning yo'lidan to'sadi. Soqol qo'yaman desiz qo'ydirmaydi. Ro'molardan qizimga xotiningizni ro'mol o'ratmaydi. Islom shiorlarini amri ma'ruf nahiy munkar jihod haqida gapirsangiz, umringiz turmada chiqib ketadi. Nima? Mana bu kofir. Mana bu kofir. Battardir, ag'las, nihoyatda yomon, jirkanch, manfur kimsadir bu. Endi bir kofir borki, allazi la yad'u, bu kufrga da'vat qilmaydi. Bu ishi ham yo'q, ishi ham yo'q musulmonlar. Ibodatini qilaver deydi, xohlasang deydi. Mana ibodatini qilaver. Men kofirligimni qilaveraman. Nimaga? Kufruhu va uning kofirligi qosirun ala nafsi. Faqat o'zigagina nima cheklangan. O'zi xohlaganini qiladi. Xohlasam erkak bo'lib yashayman deydi, xohlasam qiz bola bo'lib yashayman. Sen o'zing bilasan. Xohlasam men butga ibodat qilaman, xohlasam ibodat qilmayman. Xohlasam dindor bo'lib yashayman, xohlasam dindor bo'lmayman. Sen musulmonmisan? Qilaver amalingni. Hijob o'raysanmi, xotiningga gidasanmi, soqol qo'yasanmi, ko'chada amri ma'ruf nahiy munkar qilasanmi? Sening dining, u sening ishing. Sizga tegmaydi, aralashmang. Lekin o'zi kufrini o'ziga qilaveradi. Alag'achalik, zino qiladi, nima qilsa qiladi. Lekin siz bilan ish yo'q. Kerak bo'lsa sizni hurmat qiladi. Ibodat qilyapsiz, namoz o'qiyapsiz. Va amon bittasi aytibdi.
namoz o'qiyotgandik deydi Rossiyada. Amon kirdi deydi. Yani o oldingi, men ancha bo'ldi bu gapga, hozir unaqa emas. Shu kofirlarni kofiri deydi. Shularning ko'zimga yosh kelib ketdi deydi. Amon kelib bizni bosib olib ketish kerak. Biz namoz o'qiyotganimizni ko'rib, Allohu akbar desak deydi, shuni eshitdi. Shuni kelib jiva deb baqiradi-yu, bilasizmi? Amon kelib shunday tepni to'tadi, deyapti deydi. Bu bilan malik ibodat qilyapti. Deb indamay kutib, ashida avtomatlarni ushlab, biz namoz o'qiguncha qarab turishdi. Tasbihlarni aytib biz xotirjam qo'llarimizni solib astag'firulloh. Keyin cheserib, yaxshi gapirib sekin. Bo'lmasa ular shuni kamardan ushlab Rossiyaga borganlar biladi. Shuni ushlab ko'tarib nima gap chiqib qo'yadi. Cho'chqaga o'xshab semirib ketgan shunday amon nimalar bor. Kofir. Lekin nima qiladi? O'ziga cheklangan kufr. Sizni nima qilmaydi? Diningiz uchun o'ldirmaydi, diningiz uchun qamamaydi. Va mushriku zamanina aghlazu shirkan minal mushrikinal avvalin. Bizning zamonamizdagi mushriklarning shirki avvalgi mushriklardan ko'ra shirki battarroqdir, qo'polroqdir. Va vajhu zalika, nimaga unaqa deyapsiz? Siz nimaga hozir mushriklar buni yaxshi demoqchimisiz? Yo'q. U ham mushrik, bu ham mushrik. U ham jahannamda o'tini, bu ham jahannamda o'tini. Biz aytib o'tgan darsimizga daraxtga ibodat qilayotgan ham, Iso alayhisolamga ibodat qilayotgan ham nima? Mushrik. Ikkovi ham jahannamda o'tini. Lekin bu yerdagi shirkning biz bu tarafidan qaraydigan bo'lsak, qo'polroq, battarroqdir bir-birlaridan. Shirk nima bir-biridan nima qilar ekan, farqlanar ekan. Buning sababi nimaga unaqa deysiz? Avvalgilar xotirjamlik, tinchlik, omonlikda shirk keltirishadi. Va vajhu zalika annal avvalina kanu yushrikuna fir-rakhai. Rahho degani serobgarchilik, mulkchilik, tinchlik, xotirjamlik bo'lgan paytda shirk keltirishadi. Ay fi hali sa'ati va tum'anina, kengchilik va xotirjamlikda shirk keltirishadi. Va lekin al-g'alibu alayhim annahum yukhlisuna fi shada'id. Ko'pincha ular qiyinchilik paytlarida ixlos bilan Alloh taolaning o'ziga ibodat qilishadi. Va hada huwa allazi hakahu Allohu anhum fi ayatin kathiratin. Bu ana o'sha Alloh taolo ular haqida ko'p oyatlarda hikoya qilgan masala, mavzu mana shudir. Alloh subhanahu va taolo aytibdi: "Fa idza rakibu fil fulki da'u Alloha muhlisina lahud-din." Ular kemaga minsalar va kemaga minib olib shu dengizga chiqsalar va dengizda shu mavj urib cho'kib ketishlik xavfi bo'lgan paytda ular nima qilishardi? Amalni, din degani beta amal. Amalni, dinni, ya'ni yaqinlashishlik, Alloh taolaga yaqinlashtiradigan amallarni, ya'ni duoni faqat Alloh taolaning o'ziga qilishardi. Huvallazi yusayyirukum fil barri val bahr. Sizlarni quruqlikda va dengizda yurgizib sayr qildirib qo'ygan zot uning o'zidir, Alloh taolodir. Hatta idza kuntum fil fulki, hatto sizlar shu kemada bo'lgan paytinglarda va jarayna bihim birihin tayyiba, va bu kemadagi kishilarni pokiza yoqimli shamol shabada ularni shu mana suzdirib, jarayna degani yugurtirib, uchirtirib kemada, mesela yelkanlarini ochib qo'ysa, kema tezlikda jadallik bilan yuradi. Mana shunday yurgizib qo'ysa Alloh taolo. Va farihu biha, va mana shunday pokiza shabada, pokiza shamolning, yoqimli shamolning kelishligi natijasida ular quvonib, xursandib, shodlanib shu dengizda ketishayotgan paytda suzib ja'at harihun asifun. Endi yana bir shamol keladi. Qanaqa u? Rihun asifun. Bu yerdagi tanvin ta'zimni bildiradi. Nihoyatda qattiq, o'ta katta, ulkan asif, ya'ni shunday bo'ron shamoli kelgan paytda vaja'ahumul mawj. Endi bu bo'ron shamoli faqat kemani yelkanini uchirmaydi-da, shu dengizni ham nima qiladi? Shu mavjlantirib, dengizni ham suvni yoqqa ko'tarib tashlaydi. Min kulli makanin, hamma tarafdan dengizning mavji shu to'lqin kemani ko'tarib tepaga chiqarib pastga tashlab shunday cho'kib ketishlik nihoyat xavf bo'lgan paytda va zannu annahum uhita bihim, va mana shu kemaning ichidagi kishilar bu haqiqatda o'zlarini ihota qilinajak ekanliklarini aniq bilishgan paytda da'avulloh. Ihota degani hamma tomondan suvning qamrab, shu suvga g'arq bo'lib cho'kib
shu bo'ki bo'lib ketamiz ekan endi dengizda o'lim aniq bo'lib qolganlik paytida endi bular aytishadiki, da'avulloh, Alloh taoloning o'zigagina ibodat qilishadi, duo qilishadi. Muxlisina lahuddina, dinni uning o'zigagina ixlos qiluvchi bo'lgan holatlarida Alloh taologa ibodat qilishadi. Va yana yolinib shu ibodat qilishib turib yolinib aytishadiki, la in, agar anjaytana, bizni qutqaradigan bo'lsang deyshadi. Qani Alloh taologa va'da berishadi. La in anjaytana, agar sen bizni qutqaradigan bo'lsang, nima qilamiz? Min hazihi, mana bu balodan, mana bu musibatdan bizni qutqaradigan bo'lsang, lanakunanna minash shakirin, albatta biz shukr keltiruvchilardan bo'lamiz. Lanakun, lomi ta'kid bilan, nuni ta'kid bilan aytishadi. Lanakunanna minash shakirin, biz albatta shukr qiluvchilardan bo'lamiz deyapti. Qarang. Ya'ni shukr insonni azobdan qutulishligiga va musibatdan qutulishligiga sabab bo'ladigan amaldir. Shukr qilamiz sen. Seni yaxshi ko'ramiz. Butun ne'matlarni sendan deb bilamiz va bu sen bergan ne'matlarni faqat seni o'zingning ibodatingga ishlatamiz endi deb aytishadi. Lekin Alloh taolo ularni quruqlikka olib chiqib, Alloh taolo biladi ularni, keyin ya'ni kofirlikda davom etishligini biladi. Quruqlikka olib chiqib ularni qutqarib qo'ysa, idahum yushrikun, birdan ular xuddi hech boshidan musibat o'tmagandek shirk keltirishadi. O'zlarining tumorlari, o'zlarining shunday bir kiymasini baquvvatligi, o'zlarining shu kiyma sohasida tadbirkorligi, nihoyatda ilmi kuchliligi yoki doim omad kelib o'zi shu boshiga xumo qush qo'yganligi qo'yaverasiz endi bu yoq. Hamma butun shirk Alloh taologa hech nisbatini Alloh qutqardi demaydi. Bizni mana shu narsalar sababli qutqardi. Allohga ham ancha-muncha endi foydasi tekkan bo'lishi mumkin deyshadi. Behayolik bilan shu gapni aytishadi. Ya'ni nihoyatda qattiq shirk keltirishadi. Va idza massakumud-durru, sizlarga bir zarar yetib qolsa, fil bahri, dengizda, zalla man tad'una illa iyyah, o'zinglar ibodat qilib yurgan narsa yo'qolib qoladi. Sizlarning tilinglardan bunday gap chiqmay qoladi. Masalan, mushriklar, Lot, Manot, Uzzo bizga yordam bergin deymasiz, mana Makka mushriklari. Zalla, ya'ni yo'qolib qoladi. Sizlar faqat uning o'ziga, Allohning o'zigagina ibodat qilishlikda davom etasizlar. Falamma najjakum ilal barri, qachonki sizlarni Alloh taolo quruqlikka olib chiqib qo'ysa, a'raztum, sizlar Allohdan yuz o'girasizlar. Qani. Va kanal insanu kafura, haqiqatda inson, al-insan, bu yerda mana bu alif lomni biz alif lom bu qarang, al-istig'roqiyya deydigan bo'lsak, kafuru, hamma inson, bu umumni bildiradi. Val asr, innal insana da ham mana arab tilini biladigan ukalarimizga bir foyda. Alif lomning bir nechta turlari bor. Alif lom ahdiyya, alif lom istig'roqiyya. Masalan, alhamdudagi alif lom, ya'ni ali hamma hamd sanoda o'z ichiga oladi. Bu yerda mana bu al ham hamma insonni o'z ichiga olyapti. Inson o'zi kafuro, nonko'rdir. Bilasizmi? Insondagi asl tabiat nonko'rlik, noshukrlik, inkor qiluvchanlik. Qarang. Bo'lib ham siyg'ai mubolag'a bilan keltiryapti. Kafura. Demak, inson nonko'r. Faqat bu mo'min kishilar shirk nima ekanligini bilib, tavhid nima ekanligini bilib, kitob va sunnatni ilmlarini o'rganib, Qur'oni Karim tilovat qilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarini o'rganib, hayotiga tatbiq qilib, qalbini, aqidasini poklagan kishilargina mana Alloh taolo shakur bandalardan dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tovollari yonib ketdi. Namoz o'qirganlaridan kechasi bilan yig'lab to'xtamasdan namoz o'qirdilar.
Shunda Oysha onamiz bunchalik nimaga o'zingiz qiynaysiz? Ya Rasululloh, Alloh taolo sizga xabar berdi-yu. Ha, sizni o'tgan gunohlaringizni ham, kelajakda bo'ladigan gunohlaringizni ham Alloh taolo kechirgan-u, bunchalik nimaga o'zingiz qiynaysiz deganda, ha bu shukr qiluvchi banda bo'lmaymi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qani. Shuning uchun mana hozir Ramazon paytlarida turib biz bir foydani aytib qolaylik, darsimiz cho'zilayotgan bo'lsa ham. Ya'ni Qur'oni Karimni tilovat qilishlik. Qur'oni Karimni tilovat qilib bir banda agar Qur'oni Karimni tilovat qilib qo'ya, shuni hozir iftorlikkacha deb tilovat qilaversa, duo qilib so'ragandan ko'ra yaxshiroq narsani beraman. Masalan, bir odam duo qilsa, Alloh taolo xolasa beradi, xohlasa bermaydi. Xolasa oxiratga yopmaydi. Lekin Qur'on o'qib, duo qilishda o'rniga ham Qur'on o'qirgan, shu Qur'ondan ta'sirlanib, qayta takrorlab shu o'qirgan odamni nima Alloh taolo nima qiladi? So'raganlarga bergandan ko'ra yaxshirog'ini ham beradi va so'ramagan narsasini ham beradi. Alloh taolo. Shuning uchun mana Qur'oni Karimda nihoyatda biz bu Ramazonda g'animat bilishimiz kerak. Faqat shu tarovehda o'zida emas, boshqa paytda. Va tadabbur bilan shu bir tafsirlarni eshitishlik bilan o'rganishligimiz kerak. Mana bu shukrning alomatidir. Al-kafura yoki al-insanu al-kafurodan shunday inshaalloh chiqamiz biz mana. Lekin insonning asli al-kafuro. Amma mushriku zamanina, lekin bizni mavzuyimiz bilan 4-qoidadan o'tyapmiz. 4-qoida nima ekan? 4-qoida biz zamonamizdagi mushriklarning shirki avvalgilarning shirkidan nima battarroqdir. Buning ma'nosi nima ekan? Tishni yomonlik xotirjamlikda shirk keltirish. Ularni xotirjam tekis qiyinchilik paytida Alloh taolaga ibodatni ixlos bilan qilishar. Zato qilyapti ekan bir tiyin. Qiyinchilik paytida qilayotgan ibodati ham bir tiyin, o'zi ham bir tiyin. Nimaga? Bu ibodat emas bu. Nimaga? Chunki bu faqat boshiga ish tushgan paytdagina Alloh taolaga yo'lanyapti. Boshi ish tushmagan paytda, serobgarchilik bo'lgan paytda nima qilishyapti? Mana. Shunaqada bizda ham masalan inson ham o'zi yomon ko'radi. Qachon oshni ishi tushsa keyin telefon qilasiz ekanda menga deydi. Inson holatingizda mana. Qachon ishi tushsa odamda achchig'i kelib turadi masalan. Bu palonchi faqat menga ish tushsa telefon qiladi. Yolinib oshna qiladi. Ishi bitgandan keyin telefon qilsangiz ko'tarmaydi. Ko'tarish yerda tursin, qizil bosadi. Cho'rniga kirgizib oladi. Demak, Alloh taologa mana bu shirk, mushriklarning shirki mana shunday. Alloh taologa bo'lgan muomalasini qarang bularni. Xo'p, demak, mana shu 4-qoidadan o'tyapmiz. Ammo bizning zamonamizdagi mushriklar, ularning shirklari esa doim. Endi mana bu mushriklarni qarang endi. Bizning zamonamizdagi mushriklarning shirki doim. Auzu billah. Auzu billah. Alloh taolo o'zi saqlasin, o'zimizni ham farzandlarimizni ham mana shunday mushrik, nonko'r bo'lib qolishdi. Bularning raho, xursandchilik, xotirjamlik, fayzi baraka, serobgarchilik paytidagi shirkini qo'yaverasiz endi. Va fi shiddati, bu qiyinchilikda undan battar shirk keltirishadi. Buni qarang. Tabiat, fitrat buzilib, qalb qorayib, shunday bir shirk ularning butun tanasiga singib, sajiya, shunday bir instinkt bo'lib ketgan shirk. Hozirgi biz zamondagi mushriklar. Bal la'allahum fi shiddati ashaddu shirka minhum fi raqa. Ular mo'l ko'lchilikda, xotirjamlik, kengchilik paytidagi qilayotgan shirklaridan ko'ra qattiqchilik, qiyinchilik paytida qilayotgan shirklari nihoyat undan battardir. Qarang. Va hada yadullu val iyad billah. Bu narsa shuni ifoda etadiki, Alloh taolo saqlasin, ala shiddati ta'alluqihim bi muazzamihim va ma'budihim. Qarang, yengilchilik paytdan ko'ra qattiqchilik paytda bu o'zlari Allohga sherik tengdosh qilib olgan narsalarga ko'proq qattiqroq sig'inishyaptimi? Bu shu narsani ifoda etadiki, demak, ular o'zlari ulug'lab yurgan, o'zlari ibodat qilib yurgan botil ilohlariga bo'lgan muhabbatlari qalblarining bog'lanishligi, Allohga bo'lgan muhabbat, Alloh taologa qalblarining bog'lanishligidan qattiqroqdir. Mushrik ham Allohni yaxshi ko'raman. Mushrik ham Allohni yaxshi ko'radi. Kim aytdi? Alloh aytdi. Nima dedi? Va minan nasi man yattaxizu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbillah. Shunday bir mushrik kishilar borki, ular nima qilishadi? Insonlardan va minan nasi insonlardan man yattaxizu min dunillahi andada. Allohdan tashqari bir tengdoshlar, Allohga o'xshatgan narsalarni nima qilishadi? Ular o'zlariga iloh qilib olishgan.
va mana shu Allohga tengdosh qilgan narsalarni xuddi Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rishadi deb Alloh aytadi Baqara surasida. Vallazina amanu, iymon keltirgan kishilarchi ashaddu hubban lillah, Alloh taoloni ko'proq yaxshi ko'rishadi. Hamma narsadan ko'ra Alloh taoloni yaxshi ko'radi. Mushriklarchi Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rishadi. Mana bu bizning zamonamizdagi mushriklar esa Allohdan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishadi. O'zlarining mana bu ma'budotlarini, botil narsalarini. Va hada huval mashhur anil mushrikin muntasibin lil islam. Bu eng qizig'i, bu mushriklar o'zlarini islomga nisbat beradigan, biz hali musulmonmiz, hali biz jannatga kirib ketamiz. Jannat o'zi bizniki aslida, jannatda faqat biz kiramiz deydigan shunaqangi darajadagi bir da'vogir bo'lgan, lekin aslida mushrik bo'lgan, innamal mushrikuna najasunning ayni o'zi bo'lgan kishilar, bular aytishadiki, bu biz musulmonmiz deyishadi. Lekin aslida bular nima? Nihoyatda katta bir eng qo'pol shirk keltirayotgan kishilardir. Va hada huval mashhur anil mushrikin. Bu narsa kimlarda mashhur deyapti? Mashhurligi nima? Shunday qiyinchilik paytda ham yengilchilikdan ko'ra qattiqroq ibodat qilishligi Allohga sherik keltirayotgan narsalar. Bu o'zini islomga nisbatini bergan mushriklarda nihoyatda mashhurdir. Mashhur degani bilingan, tanilgan, eshitilgan. Masalan, rofizalar, rofiza shiyalar mana. Fayuzkaru anhum annahum fi shiddati akthar istighathatan bi Ali va Husayn roziyallohu anhuma. Yana ular haqida shunday bir gaplar eshitilgan, zikr qilinadi, aytiladi shular haqida. Qiyinchilik paytida ular Ali roziyallohu anhu va u kishining o'g'illari Husayn roziyallohu anhum ajmain mana shu ota bolani nihoyatda nima qilishadi? Yordam talab qilishadi. Allohdan ko'ra ulardan yolinib yordam talab qilishligi ko'proqdir qiyinchilik paytlarida. Va kazalikal quburiyun, xuddi shuningdek mana qabrchilar bor. Qabrga ibodat qiladi. Ka'ubbadil badaviyga ibodat qiladi va ashbahuhum va bu ularga o'xshagan masalan Misrda va boshqa joylarda shunday qabrchilar bor, qabrga ibodat qilishadi. Idashtaddal bihimul karbu nadaw man ya'lahunahu min ulaikal mauta. Qani agar ularga qiyinchilik, karb, kulfat, musibat boshlariga balo yog'ilib qolsa, nadaw degani baqirib, ovozini balandlatib, nido qilib, yolinib shunday ibodat qilishadi. Man ya'lahunahu min ulaikal mauta. O'sha o'liklarni nima qilishadi? Nihoyatda ilohiylashtirishadi. Ya'lahu degani o'ta qattiq muhabbat qilib, shundan aniq ishonib yordam beradi deyman. Badaviy va boshqa nimalar. Va Shayx rahimahulloh o'zlarining mana Kashf shubuhat degan kitoblarida zikr qilganlar, vajhan akhar min g'ilazi shirkil mutaakhirin, keyingi davrda, ya'ni bizni hozirgi zamonamizdagi zamonaviy mushriklarning shirkining nihoyatda qo'polligi dagi boshqa bir ko'rinishni bu kishi Shayx rahimahulloh nima qilganlar? Zikr qilganlar, ya'ni aytib o'tganlar. Annal avvalina yad'una ma'allohi unasan muqarrabina indalloh. Yana bularning shirkini battarligini qarangki, avvalgi mushriklar Alloh taolaga sherik qilayotgan kishilari Allohning huzurida muqarrab, yaqin bo'lgan, Alloh yaxshi ko'radigan kishilarni Alloh taologa sherik qilishardi, oldingi mushriklar. Imma anbiya va imma awliya va imma malaikata, yo payg'ambarlarni, yo avliyolarni, yo farishtalarni Alloh taolo sherik qilishardi. Yoki bo'lmasa bu av yad'una ashjaran aw ahjaran muti'atan lillah va laysat 'asiyatan. Allohga osiy bo'lmaydigan, Allohga doim itoatda bo'lgan daraxtlar, toshlar, shunga o'xshagan narsalarga ibodat qilishadi. Sherik qilishadi Alloh taologa. Lekin va ahlu zamanina, biz zamonamizdagi zamonaviy mushriklar esa yad'una ma'allohi unasan, Alloh taologa shunday bir odamlarga ibodat qilishyapti. Unasan, ana arab tilini bilgan ukalarimizga yana bitta foyda. Nakira ismdan keyin kelayotgan so'zning jumla fe'liya bo'lsin, jumla ismiya bo'lsin, shibh jumla bo'lsin, shunga sifat bo'ladi. Ya'ni zamonamizning ahllari, ya'ni mushrik bo'lgan kishilar
Alloh bilan birga insonlarning eng fosig'i bo'lgan kishilarga ibodat qilishadi. insonlarning eng fosiqroqlariga, Alloh taolo yomon ko'radigan Allohning dushmanlariga ibodat qilishadi. Qarang. Vallazina yad'unahum humul ladina yahkuna anhumul fujur yoki yuhkawna anhumul fujuru minaz zina was-sariqa va tarki as-sala va g'ayri zalik. Hozirgi zamonamizdagi mushriklar bu zinokor, o'g'ri, namoz o'qimaydigan, fojir bo'lib ham qilayotgan gunohini oshkor qilib ko'rsatib gunoh qiladigan kishilarga ibodat qilayotganligi hikoya qilinadi. Va bundan boshqa gunohlari ham bor. Bundan boshqa gunohlarni qilayotgan shunday bir kishilarga ibodat qilishadi. Oldingilar ibodat qilsa, kimga ibodat qilishadi? Payg'ambarlarga, eng solih insonlarga, Alloh taolaga itoatkorlarga ibodat qilsa, bular eng Alloh taolaga osiy bo'lgan kishilarga ibodat qiladi. Qani. Vallazi ya'taqidu fis-solih aw allazi la yu'si misl al-khashab wal-hajar ahwan mimma ya'taqidu fi man yushahidu yushahadu fisquhu va fasaduhu va yushhadu bihi. Solih kishilar haqida e'tiqod qiladigan mushrik bilan yoki bo'lmasam osiy bo'lmaydigan kishilar haqidagi e'tiqod qiladigan kishi mushrik bilan, masalan, osiy bo'lmaydigan narsalar nima? Yog'och, tosh. Mana bu e'tiqod qilib bularga ibodat qilsa bo'ladi. Bular Alloh taolida bizni shafaat qiladi, Alloh taolaga bizni yaqinlashtiradi. Shunga ibodat qilyapmiz biz deb e'tiqod qilayotgan mushrikning e'tiqodi mana bu fosiqligi guvoh bo'lingan, fosiqligi isbot qilingan, guvoh keltirilgan va fasodi, buzg'unchiligi ga guvohlik berilgan kishilarga shularga ibodat qilsa bo'laveradi deb shularga ibodat qilayotgan, shularga ibodat qilsa bo'ladi deb e'tiqod qilayotgan kishining e'tiqodidan nima yengilroqdir. Bal inna minhumul kafir val mulhid. Balki haqiqatda bu hozirgi zamonamizdagi mushriklarning Allohga tenglashtirib, Allohga sherik qilayotgan, Allohning haqqi bo'lgan ibodatni shu Allohdan boshqaga sarf qilayotgan kishilar, ular kofir bo'lgan kishilar va mulhid, shunday bir tepada aytdik, Xudoni yo'q deydigan dahriy shunday kishilarga ibodat qilishadi. Masalan, Ibn Arabiy Toiy degan odam bor. Ittihodiyaning boshlig'i. Ittihodiya degani vahdatul vujud, hamma narsa Xudo deydi. La ilaha illalloh deydi. Allohdan boshqa hech narsa yo'q degan. Ya'ni bor narsa hammasi Alloh degan. Shuning uchun birodarlar, iltimos, mana ahli ilm ukalarimiz, arab tilini o'rgangan ukalarimiz, la bu nahvu ilmini yaxshi o'rganaylik. La'da ismi bor, xabari bor. La ilaha haqqun illalloh. Haqqun bu yerda xabar hazf qilingan. La ning ismi iloh. Iloh o'zi mana innani teskarisida, mana innani ham nimasi bor? Xabari bor, ismi bor. La ni ham xabari bor, ismi bor. Inna la ham ismi bor, xabari bor. Mana la bu harfi nafi desek, ilaha bu ismi bo'lyapti. Haqqun esa xabar bo'lyapti. Bilasizmi? Mana shunday tarjima qilishligimiz kerak. La ilaha haqqun illalloh. Bu degani Allohdan boshqa haq iloh yo'q degani. Agar biz hozir la ilaha illallohni o'zini aytadigan bo'lsak, Ibn Arabiy tarjimasiga o'xshab bo'la, Alloh saqlasin. To'g'ri, buni qasd qilmaysiz. Bu Ibn Arabiy daqiq qasd qilmaysiz, lekin noto'g'ri tarjima shu. Allohdan boshqa iloh yo'q. Yo'q. Allohdan boshqa haq iloh yo'q deyishligimiz kerak. Allohdan boshqa hamma yo'da odamlar iloh qilib ibodat qilib yashashyapti. Lekin u ilohlar hammasi botil. Siz qani olyapsiz bu terminni deysiz Qur'ondan. Zalika bi annalloha huval haq va annama yad'una min dunihi huval batil. Ana Alloh taologa
Mana shu narsa Alloh taolaning haq ekanligi, haq ma'bud, yagona iloh ekanligi va odamlar ibodat qilayotgan qolgan Allohdan boshqa hamma narsalar kim nima-yu kim bo'lishiga qat'iy nazar ular botil degan mana Haj surasida va yana boshqa bir oyatlarda mana shu oyat kelgan. Demak, la ilaha illallohning ma'nosi Allohdan boshqa haq iloh yo'q degan. Ibn Arabiylar aytadiki, la ilaha illallohu mavjudun. Allohdan boshqa hech narsa yo'q deydi. Sen ham Allohsan, men ham Allohman, yer ham Alloh, osmon ham Alloh. Nimaki mavjud bo'lsa, nimaki bor bo'lsa o'sha narsa Alloh deydi. Ko'ryapsizmi? Vahdatul vujud deydi. Mana biz aqida darslarimizda o'tganmiz bu narsani. Ibn Arabiy Toyi bu ittihodiyani boshqa mashinga ibodat qiladi, qarang. Shunday bir pastkash, razil, Allohning dushmani shunday odamlarga ibodat qilishadi. Va hunaka man yaghlu bihi va yu'allihu. Buni nihoyatda bunga haddidan oshirib buni ilohiylashtiradigan kishilar bor mana. Va la shakka anna alladhi yaghlu fi man ta'zimihi va muhabbatihi laha aslun fid din. Shay shubha yo'qki, ana shu ulug'vorligi va muhabbati da da'vo qilayotgan, haddidan oshirayotgan kishi uni o'zi dinda asli yo'q bo'lgan kishidir. Qarang. Shak shubha yo'qki, annallazi yaghlu fi man ta'zimihi. O'zi dinda asli ulug'lashligi, hurmat qilinishligi va muhabbat dinda hech qanday e'tibori bo'lmagan. Dinda hech qanday o'rni bo'lmagan. Shunday bir o'rni yo'q odamlar bor. Umuman dinga aloqasi yo'q. Shuni masalan uni ulug'lashlik, uni yaxshi ko'rishlikda nihoyatda haddidan oshadigan kishilar ekanligida shak shubha yo'qdir. Ibn Arabiy kim? Hech kim emas bu. Va Allohning dushmani bu. Jahannamda o'tini bu odam. Nimaga? Tavba qilmagan, shirkini mana shunday oshkor ketgan. Mana hozir shayxning shunday bir mashayix turuqus sufiyya kama yurva hada an mashayix turuqus sufiyya va qira'u in shi'tum tabaqat ash-sha'rani. Yana o'qib yurmanglar. Endi bu kishi bu katta ahli ilmlarga aytayapti-da. Tabaqat ash-sha'rani degan bir kitobi bor. Bu so'pilardi. Shu o'zini shayxman degan so'fi yo'nalishida bo'lgan, tariqatda bo'lgan shayxlarning o'qiydigan bir kitobi bor. Shu kitobni ochib qarasangiz, odamni ichi qaltirab ketadi, insonni eti seskanib ketadi bularda aytgan gapidan. Bu avliyolarning karomatlari deb qo'yishadi. Yana avliyo deb shu Ibn Arabiy va boshqalarni aytishadi. Va annahu yunqizuna min al-bihar. Avliyolar nima qilibdi ekan, nima karomat ko'rsatibdi ekan? Nima bo'lib avliyo? Avliyoligi nimada deysiz? Ular dengizdagi kishilarni qutqarar ekan. Dengizga haligi mavjlanayotgan paytda to'lqin har tomondan kelib o'zlarini cho'kib ketishga yaqin bo'lib turgan paytda shunday bitta shayx kelar ekanda, ularni e'tiqodi bo'yicha shu o'zlari ibodat qilayotgan shayxni shunaqangi darajada o'zidan bol tovun maqtaydi ular, shu dengizlardan qutqarib olar ekan. Qanaqa qutqarib olar ekan? Siz shayx qutqarib olarmi? Qutqarib olar. Qanaqa qutqarib olsa, annahu yamuddu yadahu ilal bahri, dengizga qo'lini shuni cho'zatdi va yahmilul markaba kullahu. Ana shu kemani shuni ko'tarib olar ekan, bu shayx. Kemani shuni ko'tarar ekanda va yukhrijuhu ilal barri. Ana shu kemani shuni odam bilan chiqarib shu quruqlikka olib chiqib berar ekan. Shunda vala tatanadda akmamuhu. Shunda bir yengini 3 ham hulamas ekan. Kemani ko'tarib oryapti. Qani, shunaqa ham gap bo'ladi. Bir aqlga ham, naqlga ham, shariatga ham, bir sharoitga ham to'g'ri kelmaydigan gaplarni aytishadi. Ko'ryapsizmi? Alloh taolo bu yerda men qutqaraman deb Qur'oni Karimda aynan shu kema masalasi, shu to'lqin masalasini Alloh taolo mana Ankabut va boshqa suralarda aytib turibdi. Bu farosatni qarang bulardi. Bizni avliyolarimiz qutqaradi deyapti. Yo Alloh qutqaradi desa to'g'ri, Alloh ham qutqaradi-yu, lekin bizni avliyolarimiz ham qutqaradi deydi. Sizni avliyoyingiz kim deysiz, mana shu Ibn Arabiy shunday bir fosiq, shunga o'xshagan odamlarni sizga misol qilib ko'rsatadi. Va keyin yengini uchi ham hulamas ekan. Yengi ham bor ekan hali buni. Ila g'ayri zalika man turrahatihi va khurafatihi. Va bundan boshqa shunday bir botil, bekatchi, qa'day bo'lmagan gaplarni aytishadi, xurofot, to'qima, uydirma, buxtonlarni aytishadi. Fa shirkuhum daimun fi ar-raha'i va shidda deydilar. Ularning shirki doimiy bo'lib qolgan, qiyinchilik paytida ham, yengilchilik paytida ham bir xil. Ularning avvalgi mushriklardan ko'ra bular nima battarroqdir deydi. Yana bu shunday bir kishilar borki, avvalgilar shunday bir solih kishilarga ibodat qilishardi. Farishtalarga ibodat qilishardi, payg'ambarlarga,
Alloh taoloning haqiqiy do'stlariga ibodat qilishadi. Ammo mana bu hozirgi zamondagi mushriklarni qarang. Bular insonlarning eng fojiri, eng buzuq shunday kishilarga ibodat qilishadi. Va ularni o'g'ri bo'lgan, shunday bir aldoqchi bo'lgan, bir yemaxo'r, poraxo'r bo'lgan shunday kishilarga ibodat qiladi. Shular nima deb qonun chiqarib bersa, nima hukm chiqarib bersa shu narsani qilishadi. Butun jamiyatni musulmonlarning molini talon-taroj qilgan, musulmonlarning molini kofirlarga berib, shu kofirlarga shu musulmonlarning pulini berib, shu musulmonlarni o'ldirishlik uchun, qurol sotib olishlik uchun shu pullarni tarqatib, musulmonlarning boshiga chiqib olgan, musulmonlar bu yerda hech nimani bilmagandek, bilsa ham innomasdan o'tiribdi, shunday odamlarga ibodat qilishadi. Ibodati nima? Inil hukmu illa lillah. Amara robbi alla ta'budu illa iyyah. Hukm Allohnikidir. Allohning haqqi bu hukm chiqarishlik. Ahkamul hakimin, hokimlarning hokimi Alloh taolo. Va man ahsanu hukman, Alloh taoloning hukmi eng go'zal hukmdir. Hukm chiqarishlik, buyruq berishlik, qanday yashashlik qonunini Alloh taolo bizga o'rgatadi. Lekin men ham o'rgataman, men ham hukm qilasan degan odam, o'zini Alloh taologa tengdosh qilgan odam, mana bunga ibodat qilib shu odamni ham endi hozirgi zamon endi shunga to'g'ri kelib qoldi, endi shu odamning aytganini qilaylik. Billa shu nima bilan o'g'irlayotgan, sotayotgan narsalardan yeb olaylik deb shuni orqasidan yurib, shuni aytganini qilayotgan, shu podshosini aytganini qilishlikda o'zini qandashligini ham, millatini ham tanimayotgan kishilar mana shunday kishilarga ibodat qilishadi. Eng buzuq, fojir, jahannamga o'tin bo'lgan kishilarga ibodat qilishadi. Qarang. Ibodati nima? Shuni aytganini qilishadi. Hukmini shuni hukm deb bilishadi. Lekin vahum yahtarifuna bidalik. O'zlari ham bilishadi buni eng o'nni yo'q odamligini, eng yomon maraz odam ekanligini o'zlari ham aytishadi kerak bo'lsa. فالذين يسمونهم الأقطاب والأغواث ولا يصلون ولا يصومون ولا يتنزهون عن الزنا واللواط. Va shunday bir so'pilar borki, o'zini so'piman deydi. Bular insonlarning eng fojirlarga ibodat qiladigan so'pilar borki, ularni tanishadi, bilishadi, bularni o'zlariga qutblar, bu qutqaruvchilar deyshadi. Lekin ular ana shu o'zlari sig'inayotgan kishilar umuman ibodat qilmaydi, namoz ham o'qimaydi, bu roza ham tutmaydi va zinoni xotirjam qilaveradi. Zinoni qo'ying, livotagarlikni ham qiladi kerak bo'lsa. Erkak kishiga shunday bir jinsiy munosabatlarni ham qiladigan, so'plarni sig'inadigan o'zlarining kattalari bor. Nima unaqa qilyapsizlar? Bu odamga nimasiga sig'inyapsizlar desangiz, bu odamga Qur'on hadis nima qilmaydi? Bu odam yetishib bo'lgan odam. Qur'on hadisdagi buyruqlar omillar uchun. Bu odam nima? Allohning do'sti bo'lgan bu odam. Endi xohlaganini qilaveradi. Xohlagan narsasini yeydi, xohlagan ishni qiladi, shunday odam bo'ladi. Chunki ular aytishadiki, bu bizni pirlarimiz, bizni qutublarimiz, shayxlarimiz bularga taklif bulardan uzilgan. Bularga harom ham yo'q, halol ham yo'q. Endi bu narsa faqat avom uchun. Va bular o'zlarining ibodat qilayotgan boshliqlarini namoz ham o'qimaydigan, roza ham tutmasligiga, hech narsadan bu taqvo qilib parhez qilmasliklariga, hech bir fohishadan uyalmasligi bemalol xotirjam qilishadi. Fohishani ham, livotagarlikni ham xotirjam qilishadi. Va shu bilan birga mana shunday odamlarga ibodat qiladi. Balki insonlarning eng fojirlariga ibodat qilishi. Mana Halloj Mansur degan odam o'tgan. Mana juda biz tomondagi kishilar bilishadi buni. Va Ibn Arabiy, Rifai, Badaviy shunga o'xshagan shunday bir buzuq shunday odamlarga ibodat qilishadi. Demak, shayx bu yerda bizga 4-qoidani shuni aytmoqchi bo'lgan narsa shu ekanki, albatta keyingi kelayotgan mushriklarning shirki oldingilarning shirkidan battarroqdir deyapti. Chunki ular qiyinchilik paytida baribir Alloh taologa ibodat qilishadi va yengilchilik paytida shirk keltirishadi. Mana bu narsani Alloh taoloning mana bu oyatlarini dalil qilib, mana Ankabut surasining 65-oyatini nima qildilar? Dalil qilib keltirdi. Yani takror aytamiz, talib ilmlarga shu Ankabut surasining 65-oyatini eshitganlar. Alloh taolo o'zi hammalarimizdan amal qilib ilm bersin, gunohlarimizni mag'firat qilsin, qalbimizga riyo shirkni Allah shifosini o'zi saqlasin. Va shu bilan 4-qoida tugadi. Shak shubha yo'qki, albatta bu siz bilan biz bu qoidalarni bilib bu narsadan saqlanishligimiz kerak. Ya'ni bu yerdagi shayx Alloh rahmat qilsin, mushriklarni o'zini islomga nisbat beradigan mushriklarning mana shu darajada bu shiyalar, so'pilar, qabrchilar
ular hammasi o'zlarini musulmonman deydi. Ular lekin qabrlarni o'zlariga but qilib olgan. Mana shu qabrlarni haj qilishadigan, tavof qiladigan, ulardan yordam talab qiladigan bu shunday o'zini musulmonman degan mushriklar bor. Alloh taolo hammalarimizni nima qilsin? Ulardan salomat qilsin va ofiyatda qilsin. Endi siz bilan biz musulmonlarning zimmasiga bu farz bo'lgan narsa shirkdan nihoyatda tashvish qilib ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Biz Robbimizdan shunday bir katta shirklardan, kichkina shirklardan Alloh taolo bizni eson-omon saqlashligini Allohdan yolg'iz so'rashligimiz kerak. Chunki shirk bu nihoyatda لأن الشرك غلب على كثير من الخلق من الأولين والآخرين. Avvalgilarni ham oxirgilarni ham bu shirk nihoyatda g'olib bo'lgan, shirk juda ham bir ko'payib ketgan zamonda yashayapmiz. Mana Ibrohim alayhisalom shuning uchun duo qiladilarki, "Vajnubni va baniya an na'budal asnam" dedilar. O'zimni va farzandlarimni butlarga ibodat qilishlikdan o'zing saqlagin deb Ibrohim Xalilulloh duo qiladilar. Muvahhidlarning imomi bu kishi shu nima? Shu duoni qiladilar. Qarang. Robbi innahunna adlalna kaseeran minan nas. Ey Robbim, haqiqatda ular odamlarning ko'pini adashtirib tashadi. Ya'ni bu yerda ibodat qilinayotgan narsalar faqat haykallar, toshlar emas. Bu yerda haqiqiy adashtirib tashlaydigan odamlarni shunday o'zlarining chiqargan botil hukmlari bilan shunday bir jahannamga o'tin bo'lishligiga sabab bo'ladigan shunday bir jamiyatlar, shunday bir hay'atlar, shunday bir yo'llar tuzib beradigan, yaqin kelajakda keladigan bu shunday bir tirik, jonlik, shunday bir nihoyatda makkor bo'lgan, aqlli bo'lgan, shunday bir mushrik bo'lgan, o'zi ham mushrik va o'zi ham o'zini iloh qilib olgan, o'zini masalan ma'bud deb shunday e'lon qilgan shunday kishilar kelishligini mana Alloh taolo Ibrohim alayhisalomga o'zi vahiy quvvati bilan bildirganki, mana shu yerda duo qilyaplarki, ey Robbim, haqiqatda ular deb aqlli jonli kishilarga ishlatiladigan zamirni ishlatilyapti. Azlalna kaseeran minan nas, odamlarning ko'pini adashtirib tashlaydi. Faman tabi'ani fa innahu minni, endi kim menga ergashgan bo'lsa haqiqatda u mendandir. Va man asani, agar kim menga osiy bo'lsa, menga ergashmasa fa innaka g'afurur rahim, haqiqatda sen o'ta kechirimlik va o'ta rahmli zotdirsan deyapti. Demak, mana shu yerda mana bizni kitobchamizni sonamiz tugadi. Xo'p, biz endi shu nimani xulosa qilishimiz kerak. Nimani hal qildik, nimani o'rgandik? Bir necha juma shu o'qib risolalarni o'qigan bo'ldik. Shu 4 ta qoida bor ekan. Shu 4 ta qoidani har bir inson, musulmon kishi bilishligi kerak ekan. Shu bilmasa nima bo'lar ekan? Bilmasangiz siz shirkning asl mohiyatini bilmay qolasiz. Mushrik kimligini bilmay qolasizda, Alloh saqlasin, o'zingizga ham, farzandingizga ham bu narsa xavf. Agar inson bu narsadan bilsa, xabardor bo'lsa, shu narsadan chetlanadi mana. Mana birinchi qoida shu ediki, ya'ni mushrik kim? Mushrik Alloh taoloni bor deydigan, yaratuvchi, tadbir bilan boshqaruvchi deb e'tiqod qiladigan kishi ekan, lekin bu odam baribir bu e'tiqod bilan musulmon bo'lmas ekan. Mana buni Alloh taolo Yunus surasi va boshqa suralarda dalilini keltirdi. Va ikkinchi qoida shu ekanki, endi bu mushrik, Alloh taologa shirk keltirgan kishilarning ikkinchi holati shu ekanki, ikkinchi qoida siz bilan biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Ya'ni ular aytishar ekanki, sizlar nimaga Alloh taoloni borligini, Alloh taoloni hamma narsani yaratib, hamma narsaga egalik qilib, hamma narsani o'zi boshqarib turganligini bilib turib, boshqa narsaga ibodat qilyapsizlar. Alloh taoloni o'ziga ibodat qila olmaysizlarmi deb aytilinsa, aytar ekanki, ular ikkinchi qoida bu. Mushriklarning ikkinchi qoidasi. Ya'ni ular biz bu foyda keltirmasligini bilamiz, biz o'zimiz ibodat qilayotgan narsa. Lekin bizga bularning hech qanday foydasi yo'q. Faqat Alloh taologa bizni yaqin qiladi, shafaat qilib qo'yishadi. Shuni umidida biz bularga ibodat qilyapmiz deyshar ekan. Va uchinchi qoida nima bo'ldi? Uchinchi qoida shu ekanki, ya'ni shu mushriklarning ichida farishtalarga ibodat qiladigan va payg'ambarlarga, solihlarga ibodat qiladigan, daraxtlarga, toshlarga ibodat qiladiganlari, quyoshga, oyga ibodat qiladiganlari bor ekan. Lekin bularning hammasiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo jo'natdi. Kim la ilaha illalloh demaguncha ularni o'ldiring dedi. Ya'ni ularga qarshi kurashing dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarshi kurashgan, jihad qilgan, o'ldirgan kishilar va o'ldirishlikka fatvo berilgan kishilar, bular nima edi? O'zi farishtalarga, payg'ambarlarga ibodat qiladigan, solihlarga ibodat qiladigan kishilar. Demak, mana bu narsa uchinchi qoida, shirk va mushrikni tanib olishligimiz uchun kerak bo'lgan narsa. Va to'rtinchi qoida mana bugungi o'tgan qoidamiz shu.
Ya'ni oldingi mushriklar sal tabiatida ozgina bir salomatlikdan bir ozgina bir asar alomat qolgan ekan. Inson demak shu yerdan biz yana bir qoida xulosa olsak bo'ladiki, insonning tabiatida ozgina bir poklik, salomatlik qolsa, bar Alloh taologa boshiga qiyinchilik tushgan paytda nima qilar ekan? Ibodat qilar ekan, ixlos bilan ibodat qilar ekan. Avvalgi mushriklar shunday edi. Boshiga qiyinchilik tushgan paytda Alloh taologa ixlos bilan, samimiy chin qalbdan, chin ko'ngildan ibodat qilishgan ekan. Hozirgi zamondagi mushriklar esa avvalgi mushriklardan ko'ra farqi va shirkining battarroqligi bu qiyinchilikda ham, yengilchilikda ham Alloh taolodan boshqa narsaga ibodat qilishaverar ekan, balki Allohdan ko'ra boshqa narsaga qiyinchilikda ko'proq bog'lanib, ko'proq yolinib shunday ibodat qilish ekan. Mana shiyalarda aytdik, Ali roziyallohu anhuga va Husayn roziyallohu anhuga va mana so'pilar bor qabrlarga yoki bo'lmasa shunday bir nopok, iflos odamlarga ibodat qiladigan odamlar bor ekan. Demak, mana shu to'rtta qoidani biz yana internetlardan qidirsanglar chiqadi. Rabboniy ulamolarimiz juda ham bir yaxshi sharhlab berganlar. Bir eshitib bu narsani nima qilishligimiz kerak, bilib olishligimiz kerakki, toki shu shirkdan saqlanishligimiz uchun, o'zimizni farzandlarimizni shu shirkdan saqlanishlik uchun shu narsani o'rganishimiz kerak ekan. Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, o'zimizni ham farzandlarimizni ham shirkdan o'zi saqlasin, mushrik bo'lib qolishdan o'zi saqlasin. Bu Allohning huzuriga la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb borishlikka Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Mana shu bilan bu risolachamiz tugadi. Keyingi risolachani boshlaymiz inshaalloh. Usulus salasa, 3 ta asos degan risolachadan keyingi jumladan davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.